rahmatullahi va barakatuhu. Hurmatli musulmon aka birodarlar, Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Bizni mana shu kanallarimizda tarmoqlarda urib tomoshalangan barcha akalarimizni bir eslatmamda aytib o'tamiz birodarlar. Mana shu Ehson Qayum fondimizning inshaalloh bir necha Jalloq shahridagi kafelarda mana bunday kutchalarimiz bor inshaalloh. Bu kutchalarni inshaalloh ikki oyda bir bunga tushgan mablag' pullar to'planib yetimlarga, oraya insonlarga, beva ayollarga inshaalloh Allohning xizmat harakatlanadi birodarlar. Shunga qaysi kafeda shunga kutchalarni ko'rsanglar, Alloh shunga o'zingizni xolisona 20 so'm, 50 so'm, 100 so'm pulga solib qo'yinglar. Mana bu pullar inshaalloh oxirat uchun zaxiradir birodarlar. Bundan tushgan pullar albatta mana shu fondimizdagi qiynalgan insonlarga aytib o'tganimizdek otalar yo'q, boquvchi yo'q, ya'ni yetim bolalarga inshaalloh harakatlanadi birodarlar. Ona chiqar madrasa yaxshilagan inshaalloh Allohning ismini ishlatadi. Shuning uchun birodarlar, agar ixlos bilan solsangiz, mana shu Sibiriya 20 so'm Allohning ismi sizga yana 20 ming qaytishi mumkin inshaalloh. Alloh taolo rozi bo'lsin barchaga.